kerakda, ishoninglar. Shuning uchun ham old paytdan stream boshlaganlar hozir paytda anchagina baland o'rin turadi. Chunki old paytlarda kommunita qatnashish uchun, yuz almas yutish uchun youtuber tomosha qilishardi va youtuberni orqasidan o'ynab almazlik bo'lishardi. Shunaqa qilib, shunaqa gaplar. Chunki u youtuberlar haftalik ham o'ynardi. Agar o'sha paytdan stream boshlagan odamlar bo'lsa, rosti gap hozir paytda cho'qqida, xuddi Azamga o'xshab. Azamni kommunitasiga kirishga majbur bo'lardik. Chunki nafaqat uni anaqa kommunitasiga emas, u almazli turnir qilardi. Shuning uchun unda yutish uchun onasiga harakat qilardi, bari yuta olmasdi. Chunki Azam ham kompyuter o'yinchilarini, ham telefon o'yinchilarini qochib yuborardi, qo'shib yuborardi. Kompyuter o'yinchisi bizani o'ldirib yuborardi, faqat almasiz qolardik. Keyin bitta yo'li qolardi, u ham bo'lsa o'sha kimdirlar narsa tashlasa, yugurib orqasidan borib, ko'ralmas, biralmas, ana narsadan olib soqador bo'lardik. Men lekin yig'ib elit pas sotib olganman. To'g'risiga o'zim akkauntimda har kommunitaga kirib olardim. Har sezonda. Zo'r vaqtlarida kallani ishlatib tanlaylar. Ozgina vaqtimiz bor, hali endi 54 ta ovoz berildi. Ikkilanish bo'lyapti bolalarda. 2019 bo'lsa kerak, 2009 2009-yil o'sha paytida-yu deydi. Kimdirlar 2018-yil, kimdirlar yo'q, chiqishi bilan bu ovoz menga 100% tanish. Garena Free Fire chiqqanda 2017-yil chiqqan. Mana shu to'sh 2017niki. Qishki sezon chiqqan deyish mumkin. Prosta tak so'rovnomada ikkilanish bo'lyapti. U foizlar bir xil. Bittasi 33, bittasi 37, bittasi 30. Atak topa olmasanglar men o'yin o'ynab keyin turnir ochaman-da. Ya'ni